Hammaga xayrli kech. Janubiy Koreyani shahar markazlarida aylanish uchun joylar qurilgan mana shu joydaman. Mana bu chiroqlar, mana bu yo'ldagi e'tibor berish kerak. Qo'limiz tog'li joylar. Tog' yon bag'rida mana shunaqangi domda yashovchi, mana shu yerda yashovchi aholi uchun sport bilan shug'ullanish uchun zo'r sharoit qilingan. Chap qo'limiz ko'l, o'ng qo'limiz tog'li joy. Shunaqangi zo'r joyga yugurish uchun, sport bilan shug'ullanish uchun, madaniy hordiq olish uchun ajoyib joy tashkil qilishgan. Bunaqa joyda bo'lgandan keyin hamma odam mana shu atrofda yashaydiganlar albatta sport bilan shug'ullanadi, sog'lig'iga e'tibor beradi. Tekinga mana shunaqangi sharoitlar bo'lishi mumkinmi? Atroflari ko'p qavatli domlar. Sun'iy ko'l tashkil qilingan. Ko'l atrofida shunaqangi qulaylik mutlaqo tekinga. Qolaversa, xavfsizlik uchun mana shunaqangi kameralar qo'yilgan. Har bir odamning xavfsizligi va tinch yurishi, bemalol yurishi, xavfsiz yurishi, erkin yurishi uchun hamma shart-sharoitlar ko'rib chiqilgan. Qoyil qolish kerak. Mana shunaqangi sharoitlarda yashab, ishlab, davlatning rivoji uchun har bir odam o'z hissasini qo'shadi. Shu uchun ham Janubiy Koreya rivojlanish bo'yicha davlatlarda yetakchi o'rinda turadi. Janubiy Koreya Suwon shahridan alangali salomlar.